har kuni bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Har kuni bo'lyapti. 1000 martadan bo'lyapti har kuni. Kuzatib turibmiz. Kimgadir Alloh mansab berib, ozgina davlat berib qo'ysa, o'zini tuta olmay qolyapti, bir pasda olib qo'yapti Alloh taolo. Bermaganda turibdi yana boboygidek. Ota-onamga qanday sovg'a bersamikin deb o'ylanib yurgan musofirdagilarga musofir farzandingizdan otajon onajon naborini tavsiya etamiz. Asosiysi Qur'oni Karim kirillcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingani, Zamzam suvlari, mushki ambar, haj umra duolari, misvak hamda do'ppilari va hoji ro'mollarigacha yumshoqqina joynamozga ega bo'lgan ajoyib islomiy sovg'alar mavjud. Asosiysi ushbu sovg'alarimizni 7 yoshdan 70 yoshgacha O'zbekistonning barcha hududlariga bepul yetkazib beramiz. Buyurtma uchun quyidagi nomerlarga Telegram WhatsApp orqali murojaat qiling. Siz bilan tez orada bog'lanamiz. Banda qanchalar savobli amalda ko'p qilar ekan, bu faqat o'zini foydasiga. Qancha gunoh ma'siyatga kirishib ketar ekan, bu faqat o'zining ziyoniga. Kishi ikki dunyoda saodatga yetishlikni xohlasa, Robbisini itoatida bo'lishlikdan boshqa chorasi yo'q. Agar mana shu itoatdan yuz o'giradigan bo'lsa, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Alloh taolo xitob qildi, bas kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, biz unga tanglik hayotini beramiz. Demak, Allohdan yuz o'girgan kishining hayoti tang bo'ladi, dunyoviy ahvoli qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Kim Allohning eslatmasiga iqbol qilsa, Allohning itoatini o'ziga lozim tutsa, ikki dunyosi obod bo'ladi, farovon yashaydi, moli dunyosi qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, insonning hayotini farovon bo'lishigini asosiy sababi Alloh taoloning itoati. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ular uchun ostlaridan daryolar oqib turadigan abadiy jannatlar bor bo'lib, ular u joyda oltindan bo'lgan bilak uzuklar bilan bezanurlar va ipek shoylardan bo'lgan yashnab turuvchi liboslar kiyib, so'rilarda yastanib o'tirurlar. Naqadar yaxshi mukofot u, naqadar go'zal joy u. Ostlaridan anhor oqib turgan so'rilarda, ipek ko'rpachalar ustida ipek liboslarni kiyib, oltindan bo'lgan idishlarda, oltindan bo'lgan liboslar, taqinchoqlarni taqib, bir-biriga qarab, dunyo haqida eslab basti javob qilib o'tirishadi. Naqadar yaxshi joy. U yerda nimasi zo'r? Turib ketish kerak emas-da bir yerga. Kech kirib qoldi, uyga boraylik degan narsa yo'q-da. Ko'kcha olib kel, pamulcha olib kel yo'q-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib. Birodarlar, mana shu joy, musulmon odamga intilish kerak bo'lgan joy mana shu joy. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, oxiratda o'rnida mo'min uchun oxiratda oldida qafas bo'ladi. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, jannat uni oldida u taqqoslab bo'lmaydi. Bizi maqsadimiz mana shu joy bo'lishligi kerak, jannat bo'lishligi kerak. Avvalgi darslarda aytganman. Siz dunyodagi bizni tilda любой ne'matni ayting, любой rohatni ayting, huzur halovatni ayting, kayfni ayting, orqasida albatta mashaqqati bor. Yaxshi yedingiz, bu yoqda chataq. Ko'p uxladingiz, bu yoqda chataq. Yana nima bor? Dunyodagi hamma lazzatda, hamma ne'matning orqasida mashaqqati bor. Faqatgina u joydagi, asli vatanimizdagi jannatning huzuri haqiqiy huzur. Va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min. Ayting, bu Parvardigoringiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin. Faman sha'a falyukfur. Xohlagan odam kofir bo'lsin. Inson mana shu ixtiyori uchun qiyomatda mukofot yoki jazo oladi. Inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim suradiquha. Boyaga xayrli oqibat bu taqvodor bo'lgan mo'minlarga, so'rilar, anhorlar, huri ayinlar, ipakdan bo'lgan liboslar. Ammo aniqki biz zolim kofirlar uchun alangalari, do'zaxlarni o'rab chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Ularga ham mukofot bor, mo'min kishiga ham mukofot bor. Mana yuqorida aytilgan oyatlarda o'tgan darslarimizda g'or egalarining qissasini tugatdik. Endi aytishimiz mumkin. Endi bu juda bir nodir qissa.
Chunki Alloh taolo karomat bergan Allohning valilari haqidagi qissa. Bundan nima xulosa olamiz? Xulosa shuki, inson haqni botildan, oxiratni dunyodan, Allohning rizosini bandalarning roziligidan afzal bilishligi kerak. Chunki bu yigitlar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ydi, Alloh ularni aziz mukarram qildi. Endi bu qissadan keyingi keladigan qissa, ikki bog' egasining qissasini suhbat qilamiz. G'or egalarining qissasi nodir, juda ham nodir. Kamdan kam bo'ladi. Ammo bu o'qiydigan qissamiz kuniga 1000 martadan takrorlanadigan qissa. Bu nima haqida? Bu qissa qo'liga mol dunyo, mansab, kuch-quvvat amal kelgan paytda mana shu fitnaga aldanib qolgan kishilar qissasi. Hozir aytib o'tganimdek, kuniga 1000 martadan takrorlanadi bu qissa. Astag'firullah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Mana qissani boshlanishi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Endi bu aytilayotgan ikki kishi haqiqatda hayotda bo'lganmi yoki faraz qilinyaptimi? Muhim emas. Muhimi bu qissadan olinadigan xulosa. Vodrib lahum. Ya'ni musulmonlarga ham, musulmon bo'lmaganlarga ham mana shu qissani so'zlab bering. Dunyo eshiklari bir kishiga keng ochilishligi. Ayrim kishilarga dunyo eshiklari katta ochiladi. Biri ilmda bir martabaga erishadi. Kimdir mol dunyo to'plashlikda muvaffaqiyatga yetadi. Yana biri kuch-quvvatli bo'ladi. Yana boshqasi katta mansab egasi bo'ladi. Xullas, bunaqa odamlarni ko'rib turib boshqalar havas qiladi. Ya'ni odatda shunaqalar ko'zga ko'rinadi-yu. Mansabi, mol dunyosi, quvvati yoki ilmi. Bir odamni hayotda boshqalardan ajratib qo'yadigan narsalar ko'p. Bu mol bo'lishi mumkin, ilm bo'lishi mumkin, chiroy bo'lishi mumkin, quvvat bo'lishi mumkin va hokazolar. Agar bir kishiga mana shu narsalar keng ochib qo'yilgan bo'lsa eshiklari, ilmli bo'lsa yoki puldor bo'lsa yoki mansabli bo'lsa, quvvatli bo'lsa, mana shu holat u uchun nima? Bu o'ta xatarli, fitna bo'lgan, sirpanchiq bo'lgan holat. Sirpanchiq nima? Sirpanchiq shuki, qayerda qoqiladi bunaqa odamlar? Mana shu yetishgan narsasini Allohning menga bergan fazli deyish esdan chiqib qoladida, men bu narsalarga o'zimni kuchim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, mehnatim bilan, sabrim bilan, yana nimalar bilan? Mana shu qo'llarim bilan yetganman. Menga hech kim bergan emas. Otamdan hech narsa qolmagan. Nima qilganman? Nimaga erishgan bo'lsam, o'zimni mehnatim bilan yetishdim deydi-da, sabablar shirkini qilib qo'yadi. Demak, qo'lida dunyosi katta bo'lgan, quvvatli bo'lgan, ilmli bo'lgan, mansabdor bo'lgan odamlar juda ham xushyor bo'lishligi kerak. Bunday odam o'zim yetdim bu narsaga deyotgan bo'lsa, bu odamning gapi xuddi Qorunning aytgan so'ziga o'xshab qolyapti. Qorun nima degan edi? Qola innama utituhu ala ilmin indi. Qo'lida juda katta davlati bor edi buni. Shu darajada boyligi ko'p ediki, xazinalari berkitilgan xonalarning kalitlarini ko'tarib yurgani quvvatli 3-4 ta odam qiylanardi. Skladlarni kalitini ko'tarib yurgani 3-4 ta odam qiylanardi. Lekin shuncha davlatga ega bo'lgan Qorun nima dedi? U menga boru moli davlatim faqat o'zimdagi bilim sababligina ato etilgandir. Bas hech kim uni mendan tortib ola olmas, dedi. Fir'avn nima degan edi? Wanada fir'avnu fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Va Fir'avn o'z qavmiga jar solib dedi: "Ey qavmim, Misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar mening mulkim emasmi? Axir ko'rmayapsizlarmi?" Meniki dedimi? Alloh berdi demasdan meniki dedimi? Bu odam
siyg'alandi. Bu odam qoqildi. Nima seniki edi? Hech narsa seniki emas edi. O'pking ham seniki emas edi, ko'zing ham seniki emas edi. O'zi aslida ilmim bilan topdim deyapsan, ilm ham seniki emas edi. Nima o'zingniki edi? Hech narsa. Demak, senda borki narsani Parvardigoring senga qo'ygan omonat ekanligini tushunsang, kekka emas eding. Bu degani, bunga ozroq berdi pulni, buni ishi osonroq buni. Hisob kitobi oson bo'ladi. Bunga davlat ko'p berdi, buni ishi qiyinroq. Bu Alloh bergan ne'matlarda hisob kitobi og'ir bo'ladi deb xavotirga tushdi o'rniga, hokisor bo'lishlikda o'rniga kekkayapti. Kim? Men o'zimning mehnatim bilan yetdim deyotgan odam. Alloh azza va jalla bu qissa orqali siz bilan bizga bir ajib bir ta'limni beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ehtimol g'or egalarining qissasi 1000 tadan bittadir. Kamda endi bunaqa valilar. Ammo biz aytayotgan mana bu dars, mana bu qissa har kuni bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Har kuni bo'lyapti. 1000 martadan bo'lyapti har kuni. Kuzatib turibmiz. Kimgadir Alloh mansab berib, ozgina davlat berib qo'ysa, o'zini tuta olmay qolyapti, bir past olib qo'yapti Alloh taolo. Bermaganda turibdi yana boboygidek. Nima deyishlik kerak edi ekan? Allohning fazli deyish kerak edi ekan, sinovda bilishlik kerak edi ekan. Bu qissa nima haqida? Mol dunyoga, mansabga, hurmatga erishgan kishi qissasi. Shuhratga, boylikka, kuch-quvvatga ega bo'lgan kishining qissasi. Va hamma narsani o'zimning mehnatim bilan topdim deb o'ylab, Robbisini unutib, o'zlariga zulm qilib qo'yayotgan kishilarning qissasi. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab. Ulardan biri uchun 2 uzumzor bog' qildik. Alloh taolo qildik deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo berdi bu narsani. Chunki Alloh taolo bermaganida hech narsa bo'lmas edi. 2 ta odam boqqa harakat qiladi, bir joyda bir xil, bittasida bo'ladi, ikkinchisida bo'lmaydi. Agar faqat mehnatga bog'liq bo'lganida ikkalasi bir xil mehnat qildi, lekin birida bo'ldi, birida bo'lmadi. Kim berar ekan buni? Alloh berar ekan. Shuning uchun odamlarning ishi meni qo'limda deb turgan bir mansabdor odam bu ishni uni qo'liga kim berib qo'yganligini esdan chiqarmasin. Va mana shu mansabni, mana shu odamlar ustidagi hukmni qo'lida ushlab turgan odam Allohning oldida hisob kitob qilinishini esdan chiqarmasin. Adolat qilsin. Va hafafna baynahuma va hafafnahuma binahl. U ikkisini xurmozor bilan o'radik. Qarang, uzumdan bo'lgan bog' ikkita, atrofida xurmolar ekilgan. Ham bu xurmolar zinat berib turadi bog'ga, ham bog' egasiga daromad keltirib turadi. Va ja'alna baynahuma zar'a. Bog'ni ta'rifini qarang. O'rtasidan daryo oqqan, ikki chekkasi bog', uzumzor, ekin-tikin bor, bog'ning ikkalasining atrofi xurmo bilan o'ralgan. Zo'ra? Va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Kiltal jannatayni atat ukulaha. Har ikki bog' hosillarini bekami ko'z berib turardi. Qarang, bir yigit kishi dunyoda so'raydigan narsani eng zo'r joydan bog' ikkita. O'rtasida daryo bor. Yana meva-chevasi zo'r daromad berib turibdi. Inson hech qachon o'ylamaydi, birdaniga yo'q bo'lib qolishi mumkinligini. Qo'lida turgan davlati yo'q bo'lib qolishini fikr qilmaydi. Beledagi quvvat, bilagidagi quvvatni Alloh bir kun olib qo'yishi mumkinligini esdan chiqarib qo'yadi. Inekin tug'yonga ketadi. Va fajjarna khilalahuma nahara. Biz ularning o'rtasidan bir anhor o'tkazgan edik. Ajib, go'zal ikkita bog'. Alloh taolo bu bandani mana shu narsa bilan erkalatib qo'ygan edi. Va kana lahu thamarun. Bog' egasini qarang, Alloh taolo qanday bir boy qilib qo'ydi. Yana uning o'sha bog' ikkita bog'ning egasini mol davlati ham bor edi. Mana shu bog'dan tashqari katta moli davlati bor edi, tijoratga qo'ygan edi, tijoratdan zo'r daromad kelib turar edi. Bu tomondan bog', ikkinchi tomondan katta tijorat. Ammo bu kishi mushrik edi. Uni shirki siz bilan biz bilgan Allohning sherigi bor deydigan shirk emas edi. Allohdan boshqaga sig'inmas edi u. U sabablar shirkini qilgan edi. Sabablar shirkini. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara.
Bas u birodarga maqtanib, mening moli dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq dedi. Kibr qildi. Takabburlik qildi. Odamlarga maqtanchoqlik qilishlik birodarlar fitna. Bu bir odam uyi katta bo'lsa, mashinasi qimmatbaho bo'lsa, bog'roqlari bo'lsa, kibrga, kekkayishga, faxrlanishga rag'bat paydo bo'ladi. Mana shuning uchun boyagi mushrik deyilgan kishi o'zini o'rtog'iga o'zi aytmasa ham ko'rib turibdi, bog'i bor. Aytmasa ham ko'rib turibdi, bola chaqasi, puli bor. Lekin nimaga aytayapti? Sen mendan pastsan, men sendan balandman deyapti. Albatta bu so'z hayotda aytilmasa ham akalar, odamlar qilayotgan harakati bilan, sizga qilayotgan muomalasi bilan, o'zini ko'chada olib yurishligi bilan mana shu narsaga dalolat qiladi. To'g'atmaydi-da. Bitta misoli, qo'l berib ko'rishsa, qaramay ko'rishib ko'radi deb. E'tibor berganmisizlar shu narsaga? Sizda, menda yo'qmi shu sifat? Men bilan ko'rishadi, menga qo'l berib qo'yadi, nima qiladi? Tuzuymizlar. Ana aktaru minka malan va a'azzu nafara. Mening moli dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq. Bir odam safarga borib keladi. Keladida maqtanadi. 5000 dollar ketdi deydi. Mana sayohatimga deydi. Falon deydi, mehmonxonada yotdik. Kuniga manchadan to'g'ri keldim. Manaqa narsalar yedik. Moncha marta mana narsaga chiqdik. Ya'ni bu yerga bormaganlarda oldida nima demoqchi shu gapi bilan? Meni shuncha pulim bor, sayohatga sarflab yubora olaman. Senlarda yo'q deyapti. Maqtanmang birodar. Bu dunyoda matohi bilan faxrlanishlik yaxshi narsa emas. Chunki agar dunyoda boyligi Allohning nazdida qadrli narsa bo'lganida, boylik zo'r narsa bo'lganida biz o'ylagandaqa. Kofirlarga Alloh taolo bitta qush suv ichganchalik ham bermasdi bu boylikdan. Boylik sinov, boylik fitna. Shuning uchun zuvolasini katta uzibdi deb turib boygani havas qilayotganda qarang, iymoni e'tiqoddami? Zo'r bu odam. Agar ibodatda emasmi, taqvoda emasmi, bu musibat bu odam uchun. Shu ishni qilib ko'z-ko'z qilayotgan paytda narigilarni yerga urishlik bo'ladi. Ko'nglini cho'ktirishlik bo'ladi u. Men senlardan balandman deyotgani bo'ladi. Agar shunaqa dunyosi bilan faxrlanayotgan odam oldida siz iymonda, e'tiqodda, taqvoda turib, o'zingizni kamsitilgan his qilayotgan bo'lsangiz, sizda ham ayb bor. Chunki bu o'lchov sizda ham bor ekan. Puling bo'lsa o'zingga, menga nima? Va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsihi. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirdi. Inson shirk keltirsa, inson Allohni unutsa, o'ziga zulm qildi. Chunki insonni o'ziga qiladigan eng katta zulmi shirk. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Luqmon Hakim o'g'liga nasihat qilib, ey o'g'ilcham, shirk keltirmang, Allohga bir narsani teng qilmang, zero shirk eng buyuk zulm dedi. Bu kishini mushrik dedik. Butga sig'inmas edi. Allohning sherigiga bor demas edi, ammo sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Allohni unutib, qo'lidagi narsani men faqat o'zim mehnatim bilan, ilmim bilan yetishdim deb Allohga sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Yo'qmi bizda shu narsa? Bir yil mana dorilarni solib vaqtida suv qo'yuvdik, ekin-tikin. Agar bo'lmay qolsa nima deydi? Tabiat bir yil narigilar ham vaqtida dori soluvdi, ular ham vaqtida suv qo'yuvdi. Nimaga ularga bo'lmadi? Nimaga bo'lmadi? Tushunarlimi? Biror natijaga yetishsak, aytaylikki, Allohning fazli, so'ngra mana qilgan mehnatim sabab bo'ldi deylik. Rozimisizlar? Allohning fazli bo'ldi menga va qilgan mehnatim sabab bo'ldi. Agar Allohning fazli bo'lmaganida, mehnat qilsang ham bo'lmay qo'yaverardi. Bir kishi aytsa, men topib qo'ydim pulni. O'lgunimcha yetadi. Ishlamay yeb yotsa, yetib pushtimga yetadigan pulni qilib qo'ydim deydi. Qarang. Onani qarang. Yetib pushtiga ham yetadigan pulni qilib qo'yibdi. Alloh ana shu yetib pushtiga bu pulni yetishligini xohlaganligini xabari keldi bunga. Nima demadinglar? Men deydi, bolalarim ishlamasa ham deydi, yetadi deydi. Hammasi yetadigan pul qilib qo'ydi. Qayoqdan bilasan, birodar, qayoqdan bilasan? Senga xabar keldimi?
Alloh xolasa, agar Alloh tortib olib qo'ymasa, bola chaqamga 3-4 chaqa qo'yib ketyapman. Agar bolalarim shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo tortib olib qo'ymaydi deb kimga suyashlik kerak edi birinchi ishini? Asosiy gapimiz bugungi shu haqida bo'ladi, birodarlar. Alloh taologa nisbat qilaylik. Alloh taoloning fazli deb bilaylik, bizda nima bo'lsa, shunda kibrga ketmaymiz. Shunda kibrga ketmaymiz. Va dakhala jannata va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan, aytdi. Bu bog' mening mol davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Nimaga shunaqa dedi? Nimaga shunaqa dedi? Allohni esdan chiqarib qo'yganda shunaqa deydi. Agar Allohni esdan chiqarmagan bo'lsa, xohlagan lahzada Alloh taolo olib qo'yishligini esdan chiqarmaydi. Demak, kim kibrga ketar ekan? Kim haddidan oshib ketar ekan? Allohni esdan chiqarganlar. Hayotda bir muvaffaqiyatga yetgan kishilarni bitta fikr aldab qo'yadi. Bu qaysi fikr? Holat o'zgarmaydi deb. Mana shu fikr. Doim shunaqa bo'ladi degan fikr. Kunlar o'tsa o'tadi, hamma yo'q almashadi, lekin meni sharafim, meni moli davlatim ko'paysa ko'payadiki, ammo kamaymaydi. Hayotning sunnati shu, doim biz oshig'imiz olchi. Chunki bizni zuvolamizni katta uzgan degan fikr aldab qo'yadi. Kim oldi edi yana bu fikr? Hozir aytganimizdek, Allohni esdan chiqarib qo'ygan kishilarni. Yana oxiratga borsam ham baribir menga boshqalardan ko'ra ko'proq narsa beriladi. Bu ayni johillik, adashlikning o'zi. Chunki oxiratda kim nima oqibat topishligini faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Va aytdi: "Va ma azunnu as-sa'ata qa'imatan va la irudittu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba." Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasamki, agar Parvardigorimga qaytarilsam, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman. Ya'ni bu dunyoda erishdimmi, demak nariyada ham bor deb o'ylaydi. Birodarlar, bu dunyoda berilishigi hech narsa emas. Qorunga bermadimi kofir edi? Firavunga bermadimi kofir edi? Dunyoda berilganiga hech narsa emas. Dunyoda berilmagani ham hech narsa emas. Chunki ishni haqiqiysi u yurtda bo'ladi. Narigi diyorda bo'ladi. Kim najotga yetishadi? Iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Qachon voqea, qiyomat voqea bo'lsa, u voqea bo'lgan chog'da biron yolg'on so'zlaguvchi bo'lmas. Mana shu kuni najotga yetganlar haqiqiy najotga yetdi. Mana shuni kulganlar mana shu kuni haqiqiy kuldi va mana shu kuni yig'laganlarning yig'isi haqiqiy yig'i. Chunki dunyoda yig'laganlar kuladi, birodarlar, Alloh xolagan kuni. Dunyoda kulganlar, zulm qilganlar yig'laydi u kunda. Kimdir jamiyatda o'rni past bo'lishi mumkin. Kim ijtimoiy holati baland bo'lishi mumkin. Alloh taolo holatni o'zgartiruvchi bo'lgan zot. Pastni baland, balandni past qilib qo'yishi mumkin. Inson Allohni esdan chiqarmasa haddidan oshmaydi. Shunda yonida turgan boyagi o'rtog'i bu bog' egasini gapini eshitib turgan o'rtog'i aytdi. Qala lahu sahibuhu va huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Bu mo'min edi. Bu mushrik edi. Bog' egasi mushrik edi. Buni gapini eshitib turgan kishi mo'min edi, aytdi. Birodari unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni tuproqdan, so'ng nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib yaratgan, rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Agar inson o'zini kimligini, asli nimaligini bilsa, hech qachon kibr qilmaydi. Chunki seni bunday bog' egasi, bunday katta davlat egasi qilib qo'ygan kim edi? Allohmidi? Sendan mening molim ham, farzandlarim ham ko'p degan vaqtingda Allohni esdan chiqarib qo'ygan eding. Masalan, Alloh taolo bir bandaga baland bo'y, kuch-quvvatni beradi. Yana bittasiga shuni bermaydi. Bittasini bermay shu narsalarni sinasa, yana bittasini berib sinayapti.
Bitta odamning zehni o'tkir bo'ladi. Bitta odamning zehni pastroq bo'ladi. Bittasiga berib sinasa, bittasiga bermay sinyapti. Demak, zehni o'tkir bo'lgan, qo'lida davlat ko'p bo'lgan odam bu narsalarni sinov deb bilsin. Kibr qilmasin. Hali ham yodlolmayapti deysiz-mi? 1 soat oldi, ham ikkita qator yodlolmayapti. Nima qilsin Alloh bermagan bo'lsa? Modiyda hali ham bitta narsani eplab deydi, tomni sololmayapti deydi yoki bir narsani ola olmayapti deydi. Nima qilsin ola olmasa? Ko'chada o'ynab yurgan ona bolalarni qarasangiz, to'pga o'xshaydi. Birida turmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, g'am tashvishi yo'q, hech narsasi ham yo'q ekan. Hech narsasi ham yo'q. Endi ertaga kunlar o'tib ulg'ayadi. Alloh taolo unga ilm berar, ehtimol quvvat berar, ehtimol mol davlat berar, kechagi kunini esdan chiqarib qo'yadi. Bizda ham akalar hech narsa yo'q edi bir paytlar. Alloh taolo berdi. Beruvdi esdan chiqarib qo'ydingda. Ina shukrni ado qilmay qo'ydingda. Ina kambag'allarga qarindoshingga yordam ber desa, baxilligimiz tutadi-da. Kechaylar biz ham o'shaqa edik ehtimol. Kim esdan chiqarar ekan bu kunlarini? Allohni esdan chiqargan banda o'tar ekan. Inson falyanzuril insanu mimma xuliq. Nimadan yaralganiga qaramaydi-mi inson? Alloh taolo mana shunday o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Astagfiru billah. Qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa, halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa, Alloh uni qay narsadan yaratdi o'zi? Uni bir haqiqiy nutfadan yaratib, so'ng uni ona qornidagi rivojini, oy kunini belgilab qo'ydi-yu. So'ngra uni ona qornidan chiqishlik yo'lini oson qildi-ku. So'ngra unga o'lim berib, qabrga kiritdi. So'ng o'zi xohlagan vaqtida uni qayta tiriltirur. Yo'q. Bu kofir kimsa Alloh o'ziga buyurgan biror narsani ado qilmadi. Qaysi banda yomon banda ekan? Allohni unutgan banda. Avvali bilan oxirini unutgan banda yomon banda. Jabr, zulm qilgan banda yomon banda. Jabborul a'loni unutgan banda yomon banda. Qabrni, o'limni, qiyomatni unutgan banda yomon banda. Bu yomon odam deb qo'yasiz. Nimasi yomon? Falon sifati bor. Yo'q, siz aytgan yomon ham yomondir, lekin haqiqiy yomon banda kim ekan? Allohni unutgan banda. Endi bu kishi Robbisiga kofir bo'lganligini eslatib yana aytdi. Lakinnahu Allohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. Men esa u Alloh parvardigorimdir deyman va parvardigorimga hech kimni sherik qilmayman. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Alloh la quwwata illa billah. Sen bog'ingga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar. Bor kuch-quvvat yolg'iz Alloh bilandir desang edi. Qarang. Insonga nima berilgan bo'lsa, uni ko'zi quvontiradigan. Mashalloh, la havla va la quvvata illa billah deb qo'yish kerak. Mashinangizga o'tirdingiz, yoqyapti, ko'rib turib mashalloh deng. Vah. Zo'rda. Mana salonda farzandlarni ko'rganda anaqada yo'q. Musulmon odam uni ko'zini quvontirgan nimani ko'rganda o'ziniki bo'lsa ham, birodarniki bo'lsa ham mashaalloh deb qo'ysin. Chunki Alloh xohlovdi shunaqa bo'ldi. Ama gap yo'q. Ama rosa mehnat qilib kelibsiz, mana shunga shunaqa pulga mashina olibsiz. Zo'r mehnat qilib, mana shu yemay ichmay to'plabsiz, shunday hovliga ega bo'libsiz, gap yo'q sizga. Deb turib, bu narsani birodaringizga emas, kimga nisbat qiling? Mashaalloh, mashaalloh. Allohning xohlagani bu. Undan oshiq narsa emas. Agar odamni birodarlar miyasidagi bitta tomir uzilib ketsa nima bo'ladi? Shol bo'ladi, insult bo'ladi. Aqli ketadi, ilmi qani, puli qani, tijorati qani, tanish bilishi qani, tili qani burro. Kim shu miyani yordirmay saqlab turibdi? Boshidagi shilemimi? Nimasi? Yo o'zini ehtiyot qilayotganligimi? Alloh saqlayapti bu bandani, o'zidan ketmasin. Hech kutilmagan joyda bir qoqiladi, boshi toshga uriladi, o'ldi. Kim saqlayapti uni mana shu musibatdan?
Alloh saqlayapti. Sen bog'ingga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar edi desang edi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga hadis qudusiyda shunday deydi. Bu Davud alayhissalomga Alloh taolong aytgan so'zi hadis qudusiy deb keltiriladi. Navodi usulul Hakam Termiziyniki. Eshitingda ajib. Biz nimalarni xohlamaymiz? Nimalarga yetishlikni xohlab, nimalar qilmaymiz? Ba'zida yetamiz, ba'zida yetmaymiz. Qarang. Qala Alloh azza va jalla: Anta turid va ana urid. Fa iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid. Davud alayhisalomga Alloh taolo aytayapti. Bizga ham aytayapti. Sen xohlaysan, men ham xohlayman deyapti Alloh. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Men xohlagan narsada menga itoat qilsang, sen xohlagan narsaga yetishingda senga yordam beraman. Men itoat qil deb senga buyurgan narsada, men xohlagan narsada itoat qilsang, yetmoqchi bo'lgan narsangga men oson qilib qo'yaman yetishingni. Va illam tuslim li fima urid, at'amtuka fima turid, thumma la yakunu illa ma urid. Agar men xohlagan narsada menga itoat qilmasang, sen xohlagan narsada seni qiyinchilikka solib qo'yaman, so'ngra baribir men aytgan narsa bo'ladi. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar men xohlagan narsani qilsang, sen xohlagan narsani oson qilib qo'yaman. Agar men xohlagan narsani qilmasang, sen xohlagan narsaga yetishingni qiyin qilib qo'yaman, shundan keyin ham men aytgan narsa bo'ladi. Nimalarni xohlamaymiz, birodarlar? Xohlaymizmi shunga yetishdi? Nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Yema ichma bo'l baxil. Ana yema ichma bo'l baxil, boy bo'lmasa men kafil. Yemay ichmay. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi, birodarlar. Siz yemay ichmay baxil bo'lib yurganingizga boy bo'layotganingiz yo'q. Odamzod dunyosiga belib haddidan oshadi. Kibr qiladi, mensimaydi. Kuchi bilan, mansabi bilan, ilmi bilan yoki qandaydir maqomi bilan. Faraz qiling, o'sha odamlarning hammasi chiqdi samolyotga uchib ketyapti. Birdan shu titrab qoldi samolyot, g'asr-g'usul qilib. Aytingchi, mutakabbirning holi nima bo'ladi? Zaif hammasi bir xil bo'ladi. Puli esiga keladimi? Mansabi esiga keladimi? Unvoni foyda beradi. Nima deydi? Hammasi-chi, hammasi. Bilganicha kalima keltirib qoladi. Ojizligini bilib qoladi, hech kim emasligini tushunib qoladi. Ammo samolyot joyiga kelib yerga qo'ngandan keyin boya tevada turib eslagan Robbisini esdan chiqaradi, boyga kibr, mutakabbirlik, boyaga aytgandek zulm libosidan kiyib bobboyida ketaveradi. In tarani ana aqalla minka malan va valada. Boyaga musulmon birodari, boyaga mushrikni aytayapti. Agar sen meni moli davlat va bola chaqada o'zingdan kamroq deb bilsang, ya'ni senga bu narsalarda ko'p berilganligi dunyoda oxir emas. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu dunyodagi o'lchov. O yoqqa borganda boshqacha o'lchov bo'ladi. Fa asa robbi an yu'tiyani khayran min jannatik va yursila alayha husbana minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Shoyat Parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etar. Seni bog'ingni esa osmondan chaqmoqlar yuborur bog'ingga. Bas u sip-silq yerga aylanib qolur. Davamul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi amri mahol. Doim zaif bo'lavermaysiz, siz ham bir kun quvvatli bo'lasiz. Doim quvvatli bo'lavermaysiz, siz ham zaif bo'lasiz. Doim mansabda bo'lavermaysiz, siz ham tushasiz. Doim pastda bo'lmaysiz, bir kun ko'tarilasiz. Bir xil turmaydi, birodarlar. Bir xil turmaydi kunlar. Esimizdan chiqmasin mana shu narsa. Darsimizning nihoyasi kunlar almashib turadi. Ota-ona vafot etdi. Meros bo'linishi kerak bo'ldi. Katta farzand o'zini ukasiga zulm qilib, ko'proq qismini tortib oldi. Ammo kunlar o'tdi, kichigi ham katta bo'ldi, ishladi, boyi badavlat qilib qo'ydi Alloh taolo o'zini fazlidan. Endi kattasini Alloh taolo faqir qilishida xohladi. Bori burdini sotdi ukasiga. Hech narsasi qolmadi. Alloh ukani boy qilishni xohladi, boy bo'ldi. Aka xohlagan ish bo'lmadi. Bori burdini sotdi, ukasining qo'lida xizmatkor bo'lib ishladi.
Bir ayol aytyapti, qonimda bola bor, qo'limda bola bor, o'ynab yurgan bola ham meniki deyapti, tug'magan dugonasiga. Uni g'azablantirishlik uchun, uni yerga urishlik uchun. Kunlar o'tdi, holat o'zgardi, 3 oy bolasi ham o'lib qoldi. Boyaga tug'mas ayol 20 yilliganda tug'di. Kunlarda birida bir ayol o'zini boy, badavlat bo'lgan eri bilan ovqatlanib o'tirar ekan, eshikda bir tilamchi taqillatib qoldi. Bordida o'zi va eri yeyotgan go'shtdan olib borib bermoqchi bo'lganida eri jerkib berdi. Haddidan oshdi. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi, er xotin urushdi. Er xotinni talog'ini berdi. Ayol vaqt o'tdi, kun o'tdi, boshqa bir odamga turmushga chiqdi. Boy, badavlat odamga turmushga chiqdi. Yangi eri bilan yeb ichib o'tirar ekan, eshikda birov taqillatdi. Bordi ayol, eshikni ochdi, esnasi qatib qaytib keldi. "Ha nima bo'ldi senga?" "Tilamchi kelibdi." "Ha nimaga esing qotdi?" "Birinchi erim ekan" dedi. Shunga hayron bo'lasanmi? Seni eshigini taqillatib borgan faqir men edim o'sha kuni dedi. Birodarlar, bu kunlarda Alloh taolo almashtirib turadi. Kimdir aziz mukarram bo'lib 5 yil turar, 10 yil turar, lekin Alloh agar xor qilishini xohlasa xor qilib qo'yadi. Allohni unutgan bo'lsa xor bo'ladi. Va xor bo'lib ezilayotgan qavm yoki bir shaxs, kishi Allohning itoatida doim bo'lar ekan, Alloh aziz qilib qo'yishga qodir. Davomul hali minal muhal. Assalomu